Ushbu ko'rayotgan bittagina videoyingiz loyihangizdagi kontentga ideya yo'qligi, kontentlar orqali sotuv qila olmaslik yoki kontent marketing tizimi yo'qligi kabi muammolarga bittada yechim beradi. Men sizga kontent marketing bo'yicha fundamental darajadagi xalqaro instrumentlarni bo'lishaman va bu instrumentlardan o'zim yirik tashkilotlar, shaxsiy brendlarda foydalanganman va siz ham ularni olib qo'llasangiz bo'ladi. Yozib yoki chizib tushuntiriladigan joylar bo'lishi mumkin, shuning uchun men o'zim marker va qog'oz olganman. Shunda sizga yanada video tushunarliroq bo'ladi. Video boshlanishidan oldin ozgina tanishib olamiz. Meni ismim Fazliddin. 4 yildan beri yirik tashkilotlar, davlat loyihalari bilan aynan kontent marketing bo'yicha hamkorlik qilib kelyapmiz. Juda ko'p tashkilotlar, shaxsiy brendlar va siyosiy personalar bilan biz hamkorlik qilganmiz. Men ularning ba'zilarini sanab o'taman, aksariyatini esa ekranda biz chiqarib ketamiz. Men bilan hamkorlik qilgan ustozlarimizdan Hasan aka Mamasaidov, Alisher aka Isayev, Ibrohim aka Gulamov, Asadbek Ashurov, Sobir Said va boshqa ko'plab shaxsiy brendlar. Kompaniyalardan esa Yangi O'zbekiston qoshidagi Yesi Uzbekistan loyihasi, Tarozi Class kompaniyasi, Altus Academy va boshqa ko'plab loyihalar bilan biz hamkorlik qilganmiz. Tanishib oldik. Video yanada ham tushunarli bo'lishi uchun va vaqtingizga rozi bo'lib videodan chiqib ketishingiz uchun men sizga mundarijani tushuntirib o'taman. Ya'ni video orqali siz nimalar olishingizni sizga ko'rsatib o'taman. Birinchi navbatda siz ideyalar muammosidan qutulishni o'rganasiz. Ya'ni qanday qilib bitta loyihani olganingizdan keyin ideya tugab qolish yoki ideya topa olmaslik degan muammolardan xalos bo'lishni o'rganasiz. Ikkinchisi, ko'pchilik kontentlar orqali blogda sotuv qilishni bilmaydi. Shaxsiy brendlarda yoki kompaniya brendlarida aynan kontentlarni ishlatib sotuv qilishni bilmaydi. Mana shu masalaga siz yechimlarni olasiz. Uchinchisi esa siz ishlayotgan loyiha yoki blog bozorda nomer 1 bo'lishi va juda ham tez o'sishi uchun qilishingiz kerak bo'lgan instrumentlarni men sizga ko'rsatib o'taman. To'rtinchisi esa kontentlarni ishlab chiqayotganda yanada ham tizimli bo'lishingiz uchun men sizga lifehacklarni ulashaman. Shunda ancha tezroq ishlaysiz va vaqtdan yutasiz. Beshinchisi esa Content Pro 2026 dasturi bo'yicha biz gaplashib o'tamiz va bu dasturda nimalar bo'lishi, siz nimalar olishingiz haqida ham gaplashib o'tamiz. Demak, videoni boshlasak bo'ladi. Mundarijamiz bo'yicha birinchi masalamiz bu kontentlarda ideya yo'qligi yoki yangi loyiha olgandan keyin ideya o'ylab topa olmaslik juda ham katta muammo hisoblanadi. Ideya yo'qligi bu loyihani yaxshi bilmaysiz degani yoki loyihadagi og'riqlarni, muammolarni yaxshi bilmaysiz degani. Bu hammada bo'ladigan masala. Men ideya maker emasman yoki loyiha olsam ideya topa olmayman deydigan odamlar juda ham ko'plab uchraydi. Lekin aslida ular shunchaki loyihadan yoki loyihaning muammolaridan, auditoriyaning muammolaridan to'laqonli xabardor emas. Lekin ba'zi ekspertlar bor, bunaqa holatda siz ChatGPT dan foydalanishingiz kerak, clouddan foydalanishingiz kerak deyshadi. Aslida bu fundamental yechim emas. Shunchaki ustiga yechim qilib qo'yishgan, lekin bu fundamental yechim emas. Lekin bundan buyog'i sun'iy intellekt rivojlanadi-yu, o'zi content makerlar sun'iy intellektdan foydalanish kerak-ku deydigan masalalar bor. To'g'ri, sun'iy intellektdan foydalanishingiz kerak, bu baza, sun'iy intellektdan foydalanishingiz shart. Lekin fundamental content marketingni bilib turib sun'iy intellektdan foydalanish bu boshqa masala. Va shunchaki bitta muammongiz ustiga sun'iy intellektni qo'yib qo'yish bu boshqa masala. Shuning uchun men hozir videoda sizga fundamental masalalarni tushuntirib o'taman. Shunda любой narsa, xoh sun'iy intellekt, xoh bitta kitob o'qisangiz, xoh bitta seminarga borib ilmini olsangiz ham siz fundamental darajada o'rganasiz va bu sizga ko'proq yechim beradi. Demak, kontentga ideyalar yo'q, men kontentlarda aynan ideya topa olmayman deydigan masalaga asosiy yechim bu motivlarni yozib chiqish bo'ladi. Motivlar 3 xil turda bo'ladi. Birinchi xil turi bu og'riq. Ikkinchisi xohish. Uchinchisi qo'rquv. Mana shu 3 xil motiv turlari asosiylari deb hisoblanadi va content marketingda, любой content qilayotganingizda yoki qanaqadir strategiya tuzayotganingizda mana shu motivlardan siz foydalanasiz. Demak, ideya qachon bo'lmaydi? Siz loyihangizning auditoriyasida mana shu 3 xil motiv turlaridan to'laqonli xabardor bo'lmasangiz. Endi nima qilish kerak desa, endi mana shu motiv turlaridan iloji boricha ko'proq yozib chiqishingiz kerak. 100 tami, 200 tami, 500 tami, buni farqi yo'q. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Buni qanaqa yozib chiqasiz? Deylik, dermatologiya misolida olamiz. Masalan, akne yoki yuzida ugri chiqadigan insonlar bor. Shu muammoni ko'taraylik. Masalan, deylik, sizni klientingiz bor, dermatolog. Uning auditoriyasi shu ugri bilan qiynaladigan insonlar. Endi ugri bilan qiynaladigan insonlarni biz 100 xil motivini yozib chiqmoqchimiz. Deylik, 33 ta og'riq, 33 ta xohishlarni, 33 ta qo'rquvlarni yozib chiqmoqchimiz. Endi men sizga misol beraman. Masalan, ugri masalasini olamiz. Ugri masalasida og'riq qanaqa bo'ladi? Ugrilari bo'lgani uchun u yoshligida yoki mana shu maktabida sinfdoshlari tomonidan kamsitiladi. Yoki ugrilari bo'lgani uchun u odamlar bilan ko'zlariga qarab gaplasha olmaydi. Bu og'riq. Endi xohishga o'tamiz. Auditoriyamizdagi o'sha inson hozirgi ugrilarini yo'qotib, endi odamlar bilan bemalol qo'llarini siqib, bemalol gaplashishni xohlaydi. Mana shu uni xohishi bo'lishi mumkin. Yoki ikkinchi xohishi, u ugrilarini yo'qotib, qiz bola bo'lsa turmushga chiqishni xohlaydi yoki o'g'il bola bo'lsa uylanishni xohlaydi. Bu xohish. Endi qo'rquvga o'tamiz. Ugrilarni hozir yo'qotmasa, ugrilar o'zidan chandiq yoki iz qoldiradi. Bu qo'rquv. Ya'ni kelajakdagi qo'rquvi bu. Agarda hozir yo'qotmasa, bu kelajakda juda ham katta yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bu qo'rquvi. Mana shunaqa qilib siz 33 ta 33 dan yoki 100 ta 100 tadan, xohlasangiz 1000 tadan qilib qo'rquv, og'riq, xohishlarni yozib chiqing.
Va shunda siz любой loyihangizni auditoriyasini, muammolarini bilasiz. Muammolarini bilganingizdan keyin ideya ularga o'ylab topish haddan tashqari oson bo'ladi va xoh YouTube ga bo'lsin, xoh Instagramga bo'lsin, bemalol siz ideyalarni generatsiya qila olasiz. Demak, birinchi masalangizga yechim berildi, faqatgina endi hozir o'tirib videoni tugatgandan keyin siz motivlarni yozib chiqishingiz kerak bo'ladi. Endi ikkinchi masalaga o'tamiz. Ko'pchilik blogida aynan content marketingni qo'llab sotuv qila olmaydi. Mana shu sotuv qilishingiz uchun men sizga ikkita instrumentni hozir o'rgatib o'taman. Bu videodan keyin bemalol o'tirib planirovka qilib loyihalaringizni qo'llasangiz bo'ladi. Demak, birinchi instrument siz blogni 3 ga bo'lishingiz kerak. Bu qanaqa bo'ladi? Har bir joylayotgan videoyingiz yoki любой postingiz 3 ga bo'linishi kerak. Yo, birinchisi auditoriya olib kirish uchun sizga u video yoki post ishlashi kerak. Yokida kirgan auditoriyani tarbiyalash uchun u post xizmat qilishi kerak bizga, yokida tarbiyalangan auditoriyaga sotish uchun. Hozir yaqqonroq tushuntiraman. O'zi siz любой narsani sotib olishingizdan oldin 3 tagina etapdan o'tasiz. Birinchi etap tanish etapi. Siz insonni yokida bir o'sha kompaniyani tanishingiz. Masalan, oddiy iPhone olganingizda ham birinchi Apple'ni tanishingiz kerak bo'lgan iPhone sotib olish uchun. Endi taniganingizdan keyin ikkinchi etap nima bo'ladi? Bizda ishonish etapi bo'ladi. Tanib, lekin sira sotib olmaysiz. Tanib ishonishingiz kerak. Любой produktga. Mana iPhone olganingizdan keyin tanigansiz, qaradingiz, yaqinlaringiz oldi, ishonishni boshlab olasiz. O'sha hamma kamerasini maqtadi, hamma zo'r ishlashini maqtadi, Androiddan zo'rligini maqtadi va shunaqa qilib siz ishondingiz kompaniyaga. Endi 3-etapga o'tamiz, sotib olish etapi 3-etapda bo'ladi. Bu fundamental masala hisoblanadi. Ya'ni любой narsani sotib olishdan oldin mana shu 3 tagina etapdan o'tasiz, keyingina sotib olasiz. Endi blogga ham qaytamiz. Blogda ham xuddi shu etaplardan o'tkazishingiz kerak odamlarni. Ya'ni siz reels joylayapsiz, deylik, profilda 30 ta reels joylaysiz bir oyda. O'sha 30 ta reelsingizni proporsiyaga bo'lib chiqing. Deylik, 60% auditoriya olib kirish uchun, bizga prosmotrlar olib kirish uchun, yoki yangi trafikka, yangi obunachilarni olib kirish uchun bo'ladi. 30% deylik, kirgan auditoriyani tarbiyalash uchun. Siz haqingizdagi informatsiyalar, sizga ishonch beradigan, sizga avtoritet beradigan informatsiyalar haqida yokida sizni sotuvchi, ya'ni sizga ishonch bag'ishlovchi informatsiyalar haqidagi reelslar yokida postlar bo'ladi. Bu xoh kollaboratsiyalar bo'lsin, xoh mijozlaringiz fikri bo'lsin, xoh o'quvchilaringiz fikri va hokazo. Va 10% deylik, siz sotadigan, sizning qanaqadir produktingiz yoki xizmatingizni sotadigan kontentlar turi bo'ladi. Bu kontent turlari esa sizga avval ishongan insonlarga bag'ishlanadi. Ya'ni boya aytganimdek, sizni taniydigan insonlar bor, sizni tanib ishongan insonlar bor va sizni tanib ishonib endi sotmoqchi bo'lgan insonlar bor. O'sha 10% hozir siz sotadigan kontentlar o'sha oxirgi sizni tanib ishonib endi sotmoqchi bo'lgan insonlarga mo'ljallangan bo'ladi. Bugun o'tirib loyihangizdagi mana shu proporsiyalarni bo'lib chiqing. Ko'pchilik qiladigan xato O'zbekistonda videolarni maksimal topga chiqarish uchun harakat qiladi, videolarni bir ko'proq odamlarga ko'rsatish uchun harakat qiladi, lekin shunaqa video turkumi bor, ko'proq odamga chiqish kerak. Shunaqa video turkumi bor blogingizda, ko'proq odamga chiqmasligi kerak. Tushunyapsizmi? Shuning uchun proporsiyaga bo'lib chiqing. Hamma video topga chiqish kerak emas. Hamma video obunachi olib kirish kerak emas. Obunachini tarbiyalaydigan videolar ham bo'lishi shart va bu majburiy. Bizda bir case bo'lgan, 100 mingta obunachi bitta blogimizga olib kirganmiz. Olib kirganimizdan keyin 100 mingta obunachi zo'r, hamma aytadi, bu zo'r pokazatelь. 3-4 oyda blogga 100 mingta obunachi kirgan, bir tiyin ham sarflamaganmiz reels orqali. Kirgandan keyin obunachilar neaktiv bo'lib qolgan, ya'ni botga aylanib qolgan. O'zlar jonli. Nimaga yetsa biz faqat yangi obunachini olib kirish uchun videolar qilaverganmiz. Lekin aslida kirgan obunachilarni tarbiyalaydigan, ularga bir avtoritetimizni ko'rsatadigan, o'quvchilarimizni yoki caselarimizni ko'rsatadigan, tanishtiradigan videolar bo'lishi majburiy edi. Biz 2 yil oldin mana shunday xatoni qilganmiz va shu xatodan kelib chiqib mana shu narsani men o'rganganman. Shuni ham sizga bo'lishyapman, menga qimmatga tushgan bu narsa. Endi men maslahat berardim, mana shu narsaga hozirdan mana shu videoni tugatib boq, amal qilishingizni so'rab qo'ygan bo'lardim. Siz blogingizdagi postlarni 3 ga bo'lishni tushunib oldingiz. Endi har bir video yokida postingizni ham 3 ga bo'lishni o'rganib olishingiz kerak. Bu qanaqa bo'ladi? Deylik, oddiy reels. Mana shu reelsni ham siz 3 qismga bo'lishingiz kerak. Masalan, deylik, siz boyagidek akne bo'yicha mavzu qilyapsiz. Masalan, akne bo'yicha akneni qanaqa davolash kerak yoki mana shunaqa mavzular. Endi birinchi masala, reelsning birinchi qismi qiziqtirish qismi bo'ladi. Ikkinchi qismi esa o'zingizni tanishtirish qismingiz bo'lishi kerak. Ya'ni siz kimsiz? Zo'r mavzuni gapiryapsiz, okey. Lekin auditoriyaga siz kimligingizni ko'rsatib ketishingiz kerak. Mana video boshida ham men qiziqtirdim sizlarni, endi o'zimni keyin tushuntirib ketdim. Men kimman o'zi? Men nega meni eshitishinglar kerakligini maslaga tushuntirib berib ketdim. Va reels ham mana shu 3 qismga bo'linishi kerak. Qiziqtirdingiz, okey, mavzu zo'r, endi ozgina o'zingiz haqingizda informatsiya yokida qanaqadir. Masalan, men shu paytgacha 10 mingta insonni aknelardan davolagan inson sifatida yokida men Amerikada tajriba oshirgan dermatolog sifatida deb o'zingizga qanaqadir misollaringizni berib ketib, odamlarni ishontirishingiz kerak. Ikkinchi qismda. Uchinchi qism qanaqa bo'ladi? Siz uchinchi qismda o'sha call to action qismi bo'ladi. Ikkinchi qism tanishtirish qismi bo'ladi.
Ko'pchilik hozir O'zbekistonda kontentlar qilishyapti, zo'r prosmotr olishadi, lekin qilayotgan xatosi nima desa, auditoriyani qiziqtiradi va call to action beradi. Masalan, sotuv bo'limini mana bunaqa qursangiz zo'r bo'lib ketadi, daromad zo'r bo'lib ketadi, vashi bizneslar o'sib ketadi va blogimni sotuvlar haqida gapiraman, obuna bo'ling. Xo'p, siz kim edingiz o'zi? Siz nega menga bu informatsiyani berdingiz degan savolga javob olmaydi kuzatuvchi. Va shunaqa qilib xato qilishadi. Kirgan obunachi uni tanimasdan kiradi. Tanimasdan kirgan obunachi sizga nima keragi bor? To'g'rimi? Shuning uchun maksimal harakat qiling, o'zingizni tanishtirib, qanaqadir tiqib o'tib ketishga. U soatlar yoki bir sekundlar tanishtirish shart emas. Qanaqadir misollarda, masalan, boyaga aytganimdek, men 10 minglab insonni aknelardan davolagan inson sifatida mana shu narsani sizga maslahat beraman desa, bo'ldi, ting miyada yonadi kuzatuvchida. Na, bu 10 mingta insonni aknelardan davolagan ekan, zo'r ekan bu odam degan masala bo'ladi. Shuning uchun o'zingiz maksimalni tanishtirib, shu endi qo'paqbekini tiqib o'tib ketishga harakat qilish kerak. Bu ikkita instrumentni men tushundingiz degan umiddaman. Endi blogda sotuv qila olmaslikning ikkita instrument beraman dedim. Bu bitta instrument hisoblanadi. Ikkinchi instrumentga o'tamiz. Ikkinchi instrument ko'proq endi voronkalar bo'yicha men sizga tushuntirib o'tib ketaman. Voronkalar bo'yicha aytgancha darsim bor. Eng sodda o'sha blogga sotuv qila olmayotgan bo'lsa, eng sodda narsani tushuntirib o'tib ketganman. YouTube'imga kirib, o'sha blogda sotuv qilish masalasi bo'yicha videomni topib ko'rsangiz, ancha ko'proq informatsiyaga ega bo'lasiz. Endi ikkinchi instrumentga o'tamiz. Ikkinchi instrument blogda sotuv qilish bo'yicha bo'ladi. Blog sotuvida juda ko'pchilik hozir Instagramda aynan e'tibor bermayotgan narsa bu hammani bitta joyga yig'maslik. O'zi aslida Instagram qanaqa bo'ladi? Instagram mana shunaqa ketma-ketlikda bo'lishi kerak. Mana auditoriya bu yoqdan tushib keladi va qayerdadir yig'ilish kerak u. Lekin ko'pchilik nima qiladi? Kontent qiladi, aloqaga chiqsa nimadir sotadi yoki yo'q. Yoki zapus qilib yotib ham. Lekin aslida blogda organik doim daniylarni yig'ib, bazaga odamlarni qo'shib, mijozlarni yig'ib tursa bo'ladi. Bu qanaqa bo'ladi? Birinchi zo'r usuli bu har bir videoingiz ostida CTA qilishingiz. Ya'ni call to action nima? Agarda siz mana shunaqa muammolaringiz bo'lsa, meni konsultatsiyamga yozilishingiz mumkin. Buning uchun bio qismidagi mana shu formadan ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bio qismiga bir special bo'lgan formani yasab joylab qo'ysangiz, har bitta videoingiz oxirida call to actionida shunga qilsangiz bo'ladi. Har bitta deganda aynan sotuvchi videolaringizda yokida o'sha kirgan auditoriyani tarbiyalovchi videolaringizda yoki кейslaringiz joylagan videolaringizda, prям hammasida emas, aynan sotuvga aloqador bo'lgan yoki кейslari joylangan videolaringizda mana shunaqa call to action qilsangiz, odamlarni formaga olib o'tishingiz va sotuv qilishingiz osonlashadi. Bu yerga hozir bitta misol qo'yib ketamiz. Mana shu blogda ko'rib turibsiz. Mana shu blogni bio qismida bitta sotuvchi gap bor. Sotuvchi gapdan keyin sразу link qo'yilgan pastiga. Endi Reels qo'yilyapti, deylik, bir oyda masalan 30 ta Reels. 30 ta Reels'i deylik, 15 tasida call to action mana shu linkka olib boradi. Endi tasavvur qiling, siz umumiy deylik 1 million axvat qildingiz. 1 million axvatdan siz necha foizni olib borasiz? Endi o'rtacha 0.1%, balkim 0.05% o'tadi. Shunga qaraysiz va o'tgandan keyin bu yomon paketasiya hisoblanmaydi. 0.1% bo'lganda ham 100 ta odam sizga nomer qoldiryapti. O'zi aslida 0.1% dan ham ko'p, 0.5%, 1% bo'lgan paketasiyalar ham bizda bor. Ya'ni 1 million axvat bo'ladi, ya'ni 1 million odam ko'radi. 1 million odamdan 1% o'tgan paketasiyalar ham bizda bor. Bu qanchalik auditoriyaga siz o'zingiz zo'r yetkazib berganingizga, mavzu qanchalik og'riqliligiga bog'liq. Lekin 0.05% dan 0.1% o'rtalig'ida orientir olsangiz bo'ladi. Shunda o'rtacha 50 ta 100 ta odam har oy qo'shimcha lead olsangiz bo'ladi. Bu eng kamida men sizga hisoblab beryapman, lekin uni 500 talab. Mana Levsha, meni hamkorim bor, u top universitetga tayyorlaydi va unda bir oyda ichida biz 364 ta lead oldik. Eng qizig'i produktning o'zi $1,500. Endi tasavvur qiling, 364 ta leaddan biz nechasiga sota olamiz? Masalan, deylik 10% sota oladigan bo'lsak, bu qancha pul bo'ladi hisoblab olsangiz bo'ladi. Shuning uchun bu ishlaydigan forma, ya'ni blogda sotuv qilish uchun siz odamlarni bitta joyga haydashingiz kerak. Lekin bundan oldin boyagi instrumentga amal qilishingiz kerak. Har bir kontentingiz yo obunachi olib kirish uchun, yoki kirgan obunachini tarbiyalash uchun, yoki tarbiyalangan obunachiga sotish uchun mo'ljallangan bo'lishi kerak. Va proporsiyaga bo'lasiz va keyin odamlarni bitta joyga haydaysiz, o'shanda sotuvlaringiz ancha oshadi. Men sizga hozir bitta videoda ko'proq instrumentlar berishga harakat qilyapman va o'zim ishlatgan, xalqaro miqyosda ishlatilgan instrumentlarni beryapman. Shuning uchun qanaqadir joyda tushunmagan bo'lsa, iltimos orqaga qaytarib, yana bitta ko'rib olib, keyin loyihangizga qanaqa qilishingizni bitta o'ylab ko'rib, adaptatsiyasini ham iloji bo'lsa o'zingizga bir bloknotingizga yozib chiqsangiz, yanada sizga tushunarliroq bo'ladi. Boya aytganimdek, blogda sotuv qilish o'z variantlari ko'p. Meni YouTube'imga kirib, mana shu videoyimni ko'rib chiqsangiz, sizga yanada foydaliroq bo'ladi. Endi 3-masalamizga o'tamiz. 3-masala siz olgan loyihani bozorda tezroq tanitish, tezroq auditoriya olib kirish bo'yicha bo'ladi. Juda ham ko'pchilikda bu masalada og'riq bor. Men sizga hozir o'rgatadigan
instrumentimni побочный effektlardan foydalanish deyman. Ya'ni kecha ham Instagramda tushuntirib o'tdim. Masalan, kofe sotadigan inson bo'lsangiz, kofe haqida gapirmang blogda. Ya'ni kofening побочный effektlari haqida gapiring dedim. Va shu narsani hozir sizga yanada batafsilroq tushuntiraman. Bu instrument circles deyiladi. Ya'ni aylanalar, doiralar, aylanalar. Endi deylik sizda boyagi mutaxassisimiz, ya'ni dermatolog, akne bo'yicha, ugrilar bo'yicha mutaxassisimiz olaveraylik, yanada tushunarliroq bo'ladi. Deylik sizda yadroviy mavzu bor. Bu akneni yo'qotish. Akneni yo'qotish protseduralar masalan. Siz ya'ni siz operatsiyangizga yoki siz protsedurangizga kelish uchun bu yadroviy mavzu hisoblanadi. Ya'ni shuni olib chiqsangiz sizga mijozlar keladi. Lekin siz bu mavzuni har doim olib chiqsangiz katta prosmotr olmaydi. Chunki protseduralaringiz haqida gapiraversangiz, operatsiyalaringiz haqida gapiraversangiz odamlarga qiziqmas. Shuning uchun siz kattaroq doiradan foydalanishingiz kerak. Endi bundan kattaroq doira уже kattaroq mavzu haqida bo'lishi kerak. Masalan, akneni preparatlar, aptekadagi dorilar orqali yo'qotish masalan, deylik. Preparatlar. Endi bu mavzu haqida ham gapirsangiz, har doim katta auditoriyaga chiqishingiz qiyin, chunki preparatlarni hamma ham ola olmaydi, hamma ham tushunmaydi, hamma ham doktorlik qanaqadir bir ilmi yo'q, yoki hamma doktor tanishlari yo'q. Shuning uchun bu mavzu ham cheklangan. Endi bundan kattaroq doira bor. Bundan kattaroq doira, endi bundan kattaroq mavzular haqida bo'lishi kerak. Deylik, bu doiramizda qaysi mavzu bo'ladi? Masalan, uy sharoitida aknelardan, ugrilardan qutulish. Bu уже qiziqroq. Chunki uy sharoitida yosh bola ham, 35 yoshli ayol ham yoki oilasi bor erkak ham masalan ugrilarni yo'qotish bo'yicha sizni videolaringizni olishi mumkin, qo'llashi mumkin va ko'proq prosmotr olishi mumkin. Endi bu mavzu ham hatto eng kattasi emas deylik. Masalan, bundan kattarog'i ham balkim bordir. Keling o'ylab ko'ramiz. Masalan, bundan kattaroq mavzu bo'lishi mumkin ugrilarni побочный effektlari. Ugrilar hayotga qanchalik yomon yoki yaxshi ta'sir qilganligi haqida bo'lishi mumkin. Masalan, qaysidir qiz ugrilari borligi uchun turmushga chiqa olmadi. Men o'zim ham masalan yaqinda bitta keysda gaplashib qoldim. Bitta yirik tashkilot bor, ular kosmetologik biznes. O'shaning asoschisi bilan gaplashganimda ular aytib qoldilar, shunaqa holat bo'ldi. Bitta qiz turmushga chiqdi. Turmushga chiqqanidan keyin bir oydan keyin yoki qanchadir muddatdan keyin ajrashib ketdi. Nimaga desa, turmush o'rtog'i o'sha yasholmabdi. Nimaga desa, to'ydan oldin qiz chiroyli bo'lgan, lekin turmushga chiqqandan keyin qanaqadir effekt bo'lganda shu yuzlaridan aknelar, katta aknelar chiqib ketgan va ajrashib ketishibdi dedilar menga. Endi masala nimada desa, mana shuni ommaga olib chiqsangiz, bu yanada katta muhokamaga sabab bo'ladi. Qarang, bu yoqda уже siz eng katta doiralardan foydalanyapsiz, eng katta masalalardan foydalanyapsiz. Bu уже emotsiya. Bu уже aynan ugrilar hayotga ta'siri haqida bo'ladi. Tushundingizmi? Ya'ni siz любой loyiha olganda mana shu circle, ya'ni doiralarni chizib olishingiz kerak. Doiralar chizmasangiz siz любой mavzu ideya kelib qolsa ketaverasiz, aylanib yuraverasiz. Lekin qaysi doiraga oid bu? Ya'ni qaysi circlega siz to'g'ri keladigan masalani olib chiqdingiz? Qaysi circledagi mavzu sizga hozir kerak? Buni bilmaysiz. Siz circlelarni tushunib oldingiz. Hozir buni siz miyangiz ushlab turing, endi buni qanaqa qo'llashni o'rgataman. Siz любой loyiha olganingizda circlelarni chizib olishingiz kerak dedim. Endi chizgandan keyin buni proporsiyalarga ham bo'lishingiz kerak. Proporsiyalar odatda qanaqa bo'linadi? Eng katta doiradan har doim ko'proq video chiqarib olishingiz kerak. Masalan, qanchalik katta doira bo'lsa, bu shunchalik auditoriya katta degani. Lekin auditoriya katta degani bu sizga kerak emas auditoriya kirib qolishi ham mumkin yokida katta auditoriya kirib ketib qolsa, uni tarbiyalamay qolishingiz mumkin degani. Shuning uchun maksimal harakat qiling, proporsiyalar to'g'ri bo'lishga. Endi o'rtacha proporsiya qanaqa bo'ladi desa, tengma-teng bo'lib chizib bo'ladi. Masalan, 4 ta sizda yadro, ya'ni 4 ta shu doira bo'lsa, uni 4 ga bo'ladi. Masalan, 100% potensial, 25% videongiz bu doiraga, 25% videongiz bu doiraga qilib bo'lib chizib bo'ladi. Shu proportsiyada bo'lish to'g'riroq hisoblanadi. Men o'ylayman, doiralarni ham, ya'ni circlelarni ham masalasini tushundingiz. Endi men sizga layfhaklarni ulashaman dedim. Ya'ni loyihada shu ideyalar qilishingizda, ideya generatsiya qilishingizda sizni ishingizni tezlashtirib beradigan va vaqtdan yutishingizga yordam beradigan layfhaklar bor dedim. Shu narsalarni men sizga tushuntirib o'taman hozir. O'zi layfhaklar qanaqa bo'ladi? Masalan, birinchi men sizga tushuntirmoqchi bo'lgan narsa bu ideya o'ylamang, rubrika o'ylang. Ya'ni ko'pchilik ideya o'ylaydi. Ideya aslida birinchi ideya o'ylash yaxshi emas. Undan ko'ra rubrikasini o'ylaganingiz sizga tezroq effekt beradi. Masalan, deylik o'sha yana dermatolog masalasiga qaytamiz. Ugri bo'yicha kontent qilmoqchilar deylik, ekspert yoki content maker masalan, kontent qilmoqchi. Ko'pchilik ideya o'ylaydi va mana mavzuni olib chiqsam uchib ketadi, zo'r bo'ladi. Yo'q, to'xtang. Bu mavzu qaysi rubrikaga o'zi oid? Qaysi rubrikaga kiradi o'zi bu mavzu? Masalan, deylik, biz olib chiqmoqchimiz uy sharoitida ugrilardan xalos bo'lish. Bu zo'r mavzu. Zo'r mavzu. Lekin uy sharoitida ugrilardan xalos bo'lishni qanaqa rubrikada olib chiqamiz? Mana shuni o'ylab olish kerak. Masalan, razbor rubrikasi bor, bozorda eng top rubrikalardan. Masalan, mana shu qiz ugrilardan masalan uy sharoitida xalos bo'ldi va bu meni oldimga kelganda bunaqa edi. Maslahatlarimni berdim, keyin zo'r bo'lib ketdi deb razbor qilib olib chiqishingiz mumkin.
yokida bo'lishi mumkin, do и после qilib siz kursni olib chiqishingiz mumkin. Masalan, ikkiga bo'lasiz ekranni. Masalan, mana bu qiz oldin mana bunaqa edi, hozir mana bunaqa bo'ldi. Va o'zlaridan deylik xulosasini olamiz. Oldingi holatdan hozirgi holatda hayotlarida nima o'zgardi, do и после video qilib olib chiqishingiz mumkin, masalan. Bu yanada qizig'roq bo'ladi. Tushundingizmi? Hozir biz rubrika o'ylayapmiz. Rubrikaga keyin mavzuni tushiryapmiz. Mavzu o'ylash kerak, lekin birinchi rubrikani o'ylaganingiz ma'qulroq. Masalan, shuning uchun maslahat beraman, любой loyiha olganingizdan keyin o'zingizni loyihangizni ishlatsa bo'ladigan rubrikalarni yozib chiqing. Masalan, bitta loyiha olganda o'rtacha 9 tadan 11 tagacha o'rtacha hisobda har doim shunaqa bo'ladi. Yo 9 ta, yo 11 ta, yoki 10 ta bo'lib qoladi. Rubrikalarni yozib chiqaman. O'sha loyihamga qaysi rubrikalar to'g'ri keladi, hammasini bitta Google Docsga kiraman-da, referenslar bilan yozib chiqaman. Masalan, razbor rubrikasini qilsam bo'ladi, bu rubrikani qilsam bo'ladi deb misollar bilan yozib chiqaman. Va keyin o'sha rubrikalarga qarab turib, keyin o'sha menda 20 ta 30 ta zo'r uchadi degan mavzularim bo'lib, keyin o'sha rubrikalarga moslab chiqaman. O'shanda men tizimli o'ylayman va ishim tezlashib ketadi. Chunki ideya o'ylab, keyin uni qanaqa qilib olishingiz sal sizni miyangizga zagruska beradi. O'shaning uchun birinchi rubrikani tayyorlab olib, keyin ideyani olib birlashtirsangiz ancha tezroq bo'ladi. Shunda ideya keldimi, to'g'ri bu rubrikaga moslayman deysizda, keyin ishingiz o'zi qanaqa olishingiz, qanaqa gapirishingiz ayon bo'lib ketadi o'sha yerda. Shuning uchun birinchi masala ideya o'ylashdan oldin rubrikani o'ylab oling, keyin ideyani o'ylab ularni birlashtirasiz. Ikkinchi lifehack bo'lsa, har doim ekspert bilan ideya qiling. Ya'ni ko'pchilik ekspert bilan ideya qilmaydi. Ekspert bilan masalan ideya qilish, men content makerman-ku o'zim qilishim kerak, lekin aslida o'zi xalqaro miqyosda shaxsiy brendlar qilinayotganda ham yoki kompaniya brendi qilinayotganda ham o'sha kompaniya brendining qanaqadir vakil olinadi, chunki u informatsiya beradi, keyin content bo'yicha mutaxassislar content ideya o'ylashadi. Ya'ni men ideyani hammasini olib kelib, keyin syomka qilishga ekspert tasdiqlash syomka qilamiz emasda. Ekspert o'z bilan o'tirib, nimani gapirsa bo'ladi, nimani gapirsa bo'lmaydi, bu soha qanaqa, siz qanaqa ideyalar bergan bo'lardingiz deb o'zidan ideyalarni olib, o'zining ichidagi gaplarni olib, keyin siz uni to'g'rilab, bu-yog'ini to'g'rilab bersangiz bo'ladi. Tushunyapsiz? Har doim ekspert bilan ideya qilishga harakat qiling. Bu qanaqa bo'ladi? Men har doim bitta syomkagacha bo'lgan jarayon to'rga bo'laman. Birinchi etap bu bizda har doim men o'zim qanaqadir chernoviklab qolaman. Chernevik degan masalan, mana bu mavzu uchadi, mana bu rubrika zo'r ketadi degan chernoviklarim bo'ladi. O'shani yozib olamanda ekspertning oldiga boraman. Endi ikkinchi etap ekspertni o'sha chernoviklarni saralash bo'ladi. Masalan, deylik, men 20 ta 30 ta ideya yozdim, ekspertni oldiga olib bordim. Rubrikalari bilan masalan, ekspert aytadi, "To'xta, bu videoing bo'lmaydi yoki bu rubrikang menga yoqmadi yoki bu ideyang yaxshi emas" deydi. O'shani saralaymiz. Nima to'g'ri keladi, nima to'g'ri kelmaydi, aniq bo'ladi. Uchinchi etap, uje aniq qilib olganimizdan keyin, ichini to'ldirib chiqqanimizdan keyin ekspert bilan uje tayyorlanish etapi bo'ladi. Ya'ni birdaniga syomka qilinmaydi, uje mavzular kelishganda ham syomka qilinmaydi, tayyorlaniladi. Masalan, ekspert bilan siz mavzularni kelishdingiz, hamma narsa yaxshi bo'ldi, endi tayyorlanasiz. Bir kun oldin yana yoki bir 2 kun oldin ko'rishib, iloji bo'lsa bir kun yoki o'sha kunning o'zida ham, syomka kunning o'zida ham ko'rishingiz bo'ladi va tayyorlanasiz. Mana bunaqa gapirasiz bu yoqda, masalan, u yoqqa burilasiz, bu yoqqa burilasiz, bu yoqda ko'zingizni yumasiz, bu yoqda ko'zingizni ochasiz, masalan. Shunaqa qilib ekspert tayyorlantirasiz. Va to'rtinchisi, undan keyin siz syomkaga pristupet qilsangiz bo'ladi. O'shanda siz tizimli ishlaysiz. Har bir videoyingiz mukammal ishlangan bo'ladi, har bir narsaga tayyorgarlik ko'rgan bo'lasiz va 15 ta ideya qiluvdim, 5 ta oldik degan narsalar bo'lmaydi yoki shunga o'xshagan muammolar yuzaga kelmaydi. O'shanda har bir loyiha syomkalari tizimli o'tadi. Men sizga juda ham ko'p lifehacklar, instrumentlarni o'rgatdim. Bu videoda o'zi hamma bergan narsamni o'zim to'laqonli ishlataman va xalqaro loyihalarda, davlat loyihalari bilan hamkorlik qilamiz, shaxsiy brendlar bilan hamkorlik qilamiz. Umuman content marketing bo'yicha mana shu loyihalar hammasida mana shu narsa qo'llaniladi. Va men sizga maslahat berardim, videoni qanaqadir joyini tushunmay qolgan bo'lsa yoki qanaqadir joy qiyinchilik qilgan bo'lsa, yana orqaga qaytarib o'zingizga bir xulosalaringizni yozib oling. Shunda yanada sizga yaxshiroq bu instrumentlar miyangizga kiradi va qo'llashingiz, adaptatsiya qilishingiz oson bo'ladi. Endi Content Pro 2026 dasturim bo'yicha gaplashamiz dedik. 2026-yilda Content Pro aynan 2026 dasturi boshlanadi. Bu content marketing bo'yicha aynan SMM mutaxassislari, marketologlar, prodyuserlar, content marketing sohasidagi insonlar uchun kamida 1,5 yil tajribasi bo'lgan insonlar uchun mo'ljallangan dastur hisoblanadi. Aynan Content Pro 2026 offline dasturida siz o'qisangiz 3 xil informatsiyani miyangizga kiradi. Ya'ni birinchisi bu offline dasturlar, o'sha offline darslar bo'ladi. Har hafta 2 marta offline darslarga kelasiz va uyga borganingizdan keyin onlayn platformada sizni yozib olingan darslar ham kutib turadi. Ya'ni bu Content Pro 2026 ning onlayn darslari ham bor, faqat u onlayn alohida sotilmaydi. Offlayn o'qiydiganlar uchun mo'ljallangan bo'ladi. Va siz u yerda onlayn darslaringizni ham o'rganasiz. Va uchinchi sizning miyangizga kiradigan informatsiya bu kitob shaklida bo'ladi, workbookimiz bo'ladi. Content Pro 2026 workbooki bor va u workbook orqali ham siz yozma ravishda ko'rib, chizib, o'sha yozilgan informatsiyalarni qabul qilib, yanada ko'proq content marketingni o'rganasiz. Bu mentorlikda asosiy o'zim nimalarni o'rganaman desa, content marketingga tizimli ishlash, loyihalarning kontentlarini tizimli olib borish, sotuvlarga ta'sir qilish
любой shaxsiy brend bo'lsin, kompaniya brendi bo'lsin, xoh qurilish, xoh B2B, B2C, B2G farqi yo'q. Siz loyihalarga sotuvlarni olib kirishni o'rganasiz va qo'shimchasiga loyihalarni bozorda tanitish, ularga trafik olib kirish, ko'proq ishonch, ya'ni avtoritetni ommada qurish bo'yicha ham darslar bo'ladi. O'shani ham siz Content Pro 2026 da o'rganasiz. Content marketing bo'yicha darslar bu bitta masala bo'lsa, Content Pro 2026 da ikkinchi masalamiz bu o'sha siz zo'r natijalar qilishingiz uchun jamoa qurishingiz kerak yoki loyihalar bilan kelishuv qilishingiz kerak yokida sotish etaplari bor. Masalan, loyiha bilan do'gur qilayotganingizda qanaqa etaplar bo'ladi yoki klient topish qanaqa bo'ladi, klient ko'paytirish, agentlik qurish qanaqa bo'ladi. Shular haqida ham darslarimiz bo'ladi. Shuning uchun, ya'ni mentally ikki masalaga bo'lingan. Birinchi masala content marketingni o'rgansangiz, ikkinchi masala bu content marketing o'rgangandan keyin uni kattalashtirish, ya'ni daromadingizni oshirish uchun loyiha bilan kelishuv, sotuv, agentlik qurish, komandani kengaytirish bo'yicha ham darslar bo'ladi va umumiy hisobda siz bir oy o'qiysiz yo qo'shimcha spikerlar bilan 1,5 oyda siz tamomlaysiz va sertifikat beriladi. Qachonki imtihonimizdan o'tsangiz, har bitta moduldan keyin imtihonlar bo'ladi va imtihondan o'tgan inson keyingi modulga o'tib ketaveradi. Content Pro'da avval o'qigan yoki menda birga bir shogirdlikda, mentorlikda bo'lgan o'quvchilarimni кейslarini yoki ishlagan loyihalarini ekraningizda ko'rib turibsiz. Ular yirik tashkilotlar, davlat loyihalari bo'lishi mumkin, shaxsiy brendlar bo'lishi mumkin, hamkorlik qilib kelishyapti va Content Pro'dan, ya'ni mendan olgan instrumentlarini qo'llab kelishyapti. Content Pro'ga bor yo'q 10 tagina joy qo'ygan. Ya'ni bu hozirgi e'lon bo'lguncha odamlar yozilib bo'lgan. Men hali hech qayerda sotuv ochildi, mana Content Pro'ga yozilsanglar bo'ladi deb e'lon bermaganman, lekin odamlar yozilib bo'lishgan. 10 tagina joyimiz qolgan va u joylarga siz yozilsangiz bo'ladi. Lekin undan oldin men bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Content Pro'ga filtr asosida qabul qilinasiz. Ya'ni 1,5 yil kamida tajriba bo'lishi kerak, Toshkent shahrida offlayn o'qiy olishingiz kerak va aktiv loyihangiz bo'lishi kerak. Aktiv siz mana shu informatsiyalarni olib qo'lla oladigan loyihangiz bo'lmasa, Content Pro'da qatnasha olmaysiz. Shuning uchun Content Pro'da o'qish uchun aktiv loyihangiz bo'lishi shart. Va ikkinchi men sizga aytmoqchi bo'lgan narsa bu Content Pro'da o'qiganingizdan keyin meni asosiy offerim bu sizga informatsiyani, ilmni berish emas. Bu mentally tugagandan keyin ham men bilan kontakt saqlab qolishingiz. Ya'ni mentally tugadi, tasavvur qiling. Masalan, 3-4 oy o'tdi, qanaqadir savol chiqdi. Juda ko'pchilik O'zbekistondagi mentalliklarga borsangiz, ustozni topa olmaysiz. Ustoz shogirdlik yo'q chunki. Mentallik deb nomlangan, lekin kurs. Biz asosiy qadriyatimiz nimada desa, ustoz shogirdlik saqlanib qolishi kerak. Deylik 1 yil o'tdi, 2 yil o'tdi, savolingiz chiqdi, nimadir bo'ldi. Konsultatsiya men bilan onlayn miting bo'ladimi, offlayn miting bo'ladimi, vaqtini to'g'rilab, biz loyihangizni yoki qanaqadir muammongizni, masalangizni ko'rib chiqaveramiz. Mentally tugal, mentally jarayonida ham o'z mentallikdan oldin ham, mentalliga hozir yozilsangiz boshlanguncha ham savol javob bemalol qilaveramiz, mentallik davomida ham men bilan bemalol konsultatsiyalar qilaveramiz va mentallikdan keyin ham men bilan aloqa saqlanib qoladi. Birga bir konsultatsiyalar, ko'rishuvlar, uchrashuvlar o'tkazaveramiz. Bu Content Pro 2026 mentorligim asosiy offer shu. Chunki meni qadriyatim o'zi shunaqa. O'tgan yilgi, undan oldingi yilga o'qigan shogirdlarimiz bilan haligacha biz suhbatlashib ko'rishib turamiz va mana shu qadriyatda bo'lgani uchun bu narsa haligacha saqlanib qolgan. Content Pro 2026 sizga ham juda ham ko'plab eshiklarni ochishi mumkin. Loyihalaringizni siz o'ylagan, xohlagan va loyihalaringizni egalari xohlagan natijalarga olib chiqishingizga yordam beradi katta ehtimol bilan. Bu dasturga yozilish uchun opisaniyadagi formadan ro'yxatdan o'tib qo'yishingiz kerak. Sizga assistentim bog'lanadi. Keyin bitta miting qilib vaziyatni ko'rib chiqamiz va sizga Content Pro qanchalik yordam berishi mumkinligini ko'rib, Content Pro'ga qo'shilsangiz bo'ladi. O'sha oxirgi qolgan 10 ta joydan o'zingiz joyingizni egallasangiz bo'ladi. Shuning uchun hozirroq Google formaga o'tib ro'yxatdan o'tib qo'ysangiz, sizga biz tarafdan bog'lanishadi. Bu videoda umumiy olganda ko'p ma'lumot oldingiz degan umiddaman. Chunki men sizga xalqaro instrumentlar bilan bo'lishib o'tdim. Ya'ni bloglarni qanaqa yuritish kerak, qanaqa instrumentlardan foydalanish kerak ko'rib oldingiz. Endi qanaqadir joyda tushunmagan bo'lsangiz, avval aytganim, yana orqaga qaytarib, konspektlarni qilib, maksimal xulosalaringizni yozib, loyihalaringizga qanaqa adaptatsiya qilishingiz mumkinligini yozib chiqsangiz, yanada nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Siz bilan Fazliddin bo'ldi. Content marketing bo'yicha va umumiy marketing bo'yicha, loyihalar bo'yicha hali ko'p gaplashamiz. Shuning uchun YouTube sahifamga obuna bo'lsangiz va Instagramda ko'proq men daily content deydi, o'zimni xulosalarimni, daily contentlarni bo'lishib boraman. U yerda ham kuzatib borsangiz, yanada ko'proq informatsiyalarga ega bo'lasiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.